Sohibqiron Amir Temurning temur tuzuklarida davlat boshqaruviga oid quyidagi qarashlari mavjud. Bitta tadbirli insonni mingta tadbirsizdan afzal bildim. Davlat ishlarini saltanat qonunlariga asoslangan holda boshqardim. Adolat va insof bilan xalqni o'zimdan rozi qildim. Har bir ijtimoiy guruh qavmni qonunlar va jamiyat qoidalariga itoat etgan holda o'zini o'zi boshqarishi tizimini yaratdim. Yaxshilarga yaxshilik qildim, yomonlarga esa o'z yomonligiga topshirdim. Siyosat va insof bilan sipohiylarim ra'iyatni umid hamda qo'rqinch orasida tutdim. Ulamoyu mashoyix, oqilu donolar, ustozlar va tarixchilarni e'tiborli odamlar hisoblab, izzat va hurmatlarini joyiga qo'ydim. Amirlarim va sipohiylarimni yumushlarini yengillashtirish uchun mehnat mashaqqatlarini o'zimga oldim va ularni tarbiya qildim.